Ağzı cho'ntib bering. Kechagi darsimiz tushunuvchilardan. Dengizdagi kurakayoqlilar turkumi haqida gaplashamiz. Qaranglar. Qo'l qanotlilar turkumi. Oldingi oyoqlari qanotga aylangan hisoblanadi. Yagona aynan uchuvchi ustimizuvchilar hisoblanadi. Aynan bularga biz bilamiz ko'rshapalaklar yoki bo'lmasa aynan mana shu ko'proq ko'rshapalaklar, malla shomshapalak, taqaburun ko'rshapalak kabi organizmlar qo'l qanotlilar turkumi hisoblanadi. Ya'ni kurak tushlari kuchli rivojlangan bo'ladi. Kurak tushlari orqa tomonda emali bo'lmaydi. Emali bo'lmaganligi sababli ular nima qilib turadi? Bir-biriga tegib, yedirilib turadi. Masalan, sichqonlarda oddiy bo'lmasa kalamush, yumron qoziqlar bilamiz, to'g'rimi? Aynan bular o'sha orqa tomonda emali bo'lmaganligi evaziga tishlar bir-biriga tegish natijasida charxlanib, o'tkirlanib turadi va ular qattiq oziqni ham kemirish xususiyatiga ega bo'ladi. Aynan kemiruvchilarga masalan tovay tovushqoni, ko'k sug'ur yoki bo'lmasa yumron qoziq, kalamush, sichqonlar kabi organizmlar, ya'ni sutemizuvchilar, bular kemiruvchilar turkumi hisoblanadi. Yashovchi yumron qoziqlar yoki kalamushlar deydi. Masalan, aytyapmizki, erkaklarga hozir xaltali ayiq dedik. To'g'rimi? O'sha xaltali ayiqni oladigan bo'lsak, xaltali ayiqimiz koala. Bular xaltalilar bo'ladi. Yoki bu kemiruvchilar aynan mana shu sichqonlar unchalik oziqa tanlamaydi. Ular o'sha non mahsulotlari deymizmi, don mahsulotlarimi, hattoki kiyim-kechaklarga ham zarar yetkazishi mumkin. Ular oziqa tanlamasligi evaziga aynan stenobion turlar hisoblanadi. Bular keyin oddiy kalamushni oladigan bo'lsalaring, kalamush burgasidan insonlarga zararli ta'sir ko'rsatadigan o'lat kasalligi bor, to'g'rimi? O'sha o'lat tarqatadi. Ya'ni o'lat kasalligi umuman bakteriyalar tomonidan keltirib chiqariladigan kasallik. Uni nimasi yo'q, davosi yo'q u kasallikda. O'lat ya'ni bizning tana haroratimizda xullas organizmimizni suvsizlanishiga olib keladi. Deymiz-ku, 3-4 tadan 13 tagacha ko'zi yumuq bola tug'adi. Bularda ham xuddi itlarda 8 ta so'rg'ich bor edi-ku. Bularda ham aynan bo'rilarda ham 8 ta so'rg'ich mavjud. Bular ham yirtqich sutemizuvchi hisoblanadi. Keyin bo'rilarda bitta jihati bor, o'ljasini yeyishdan ko'ra g'ajib tashlab ketishni yaxshi ko'radi. Masalan, podaga hujum qiladi, bir qancha qo'ylarni zarar yetkazdi deymiz-ku. Aynan ular yeyishdan ko'ra g'ajib tashlab ketishni yaxshi ko'radi. Yoki bo'lmasa, masalan, chiya bo'rilar. Ularning foydali jihati nimada deb o'ylaydigan bo'lsak, masalan, ayrim yillarda qo'ylar juda ham ko'payib ketganda, qo'ylar kamayib ketgan. Ya'ni bu kamayib ketishi bo'rilar ta'sir qilish natijasida deyapti deydi. Ya'ni kamayib ketishiga sabab nima deganda, o'sha bo'ri deydi va bo'rilarni qirib yuboradi. Qo'ylar keskin ortib ketadi son. Keyin yana bir qancha vaqt o'tadi, qo'ylar kamayib ketadi. Qo'ylar har xil kasallik tarkibida bo'ladi. Qo'ylar kamayib ketadi. Buni yeydi va o'simliklar bilan ham oziqlanib ketaveradi. Biroz to'konaklarni kovlab yeydi. Ba'zi paytlarda xonadonlarga kelib qaradi. Yo'llar, yig'lar, qo'qlar, ya'ni turadigan xaltacha bor. O'sha xaltachaga tirnog'i kirib turadi, qayrilib va ularning aynan ular o'ljasini tahdidan ko'ra ta'qib qilib tutadi. Tanasining ichiga bo'lganidan sabab yog'lardan o'tib ketish xususiyatiga ega bo'ladi. Suvsarsimonlar oilasi turkum yirtqichliklar bilan sinib sutemizuvchilar bo'ladi. Aynan suvsarsimonlarga qaranglar, qaysilar kiradi? Masalan, bo'rsiq, ikkinchi nomi qashqaldoq. Bilasizlar, bo'rsiq kiradi, suvsar kiradi, olaquzan kiradi yoki bo'lmasa, masalan, norkalar kiradi. Ko'pchilik ana shu norkani kemiruvchilarga olib qo'yadi. Sizlar unga xatoga yo'l qo'ymanglar, norka suvsarsimonlarga, undan keyin yana bitta qo'shimcha ma'lumot, vidraya suvsarsimon. O'sha holat bilan ketyapti. 30ga qaraymiz, shartini o'qiymiz. Complete each sentence with five words including the word in bold. To'ldiring deyapti. Har bir gap o'z bilan ikkita word in bold. Berilgan so'zlarni o'z ichiga olgan holda bitta so'zdan foydalanib gaplarni to'ldiring. Xo'p, first sentence, look at. Qaraymiz birinchi gapga. She hasn't finished. U hali ham pishirishni tugatgani yo'q. Bizlarda still bizlarda nima ko'rsatkich turibdi. Perfect zamonda aytganimizda u haligacha pishirishni tugatmadi deyapmiz. Continuous aytganimizda esa haligacha davom etyapti.
Okay, second sentence. Qachon bunaqangi bir qiziqarli inson bilan, ajoyib inson bilan uchrashmaganman hayotim mobaynida deyapti. Endi biz ever met. okay. To'g'ri. Bunday perfect ishlata olasiz. Ever meet Xo'p, 5-chisida Bahora. Robert is still Decorating the plate. Decorate nima degani? Decorate so'zi. bezamoq. Bezamoq.